Assalomu alaykum, Hunamat TV a'zolari va Usta Tohir YouTube kanali a'zolari azizlar. Ikkita kanalimizga video chiqadi. Usta Tohir deb yozsangizlar ham YouTube kanalimiz bor. Shu 100 ming yaqinlashdi kanalimizga ham. Nasib bo'lsa mana 50 metr bo'lgan joyimizni chista qo'yib bo'ldik. Santimetrgacha 50 metr chista qo'yilgan. Endi 50, balandligi 30 qilib qo'yib chiqdik, karkasli qilib 60 ming so'mdan metrga bo'ldi. Ya'ni paganometrga hisoblanadi. Hozir bitta mehmonxona, mana koridor, yana bitta xona. Nariyoqqa ham bitta xona bor va oxiriga ham chap tomonda bitta xonamiz bor. Darvozaxonadan keyin chap tomonda mehmonxona. Bu yog'iga mana ayvonli xonamiz bo'ladi. Obshi 5 ta xona, ayvoni bilan 6 ta bo'ldi. 6 sotuq bo'lgan joyimiz. Bu qo'shniniki, mana bu yerdan bo'linadi, hovli devor bo'ladi. Oldin betonimiz quyilgan. 60 ga 50 xil balandligi 60, endi 50. Bu biz ustidan qo'yishimiz sababi o'sha ko'cha tomondan ariq o'tgan, o'sha yorilgani sababli, suv o'tib cho'kkan sababli mana mehmonxonalar. Mana yerlari mana yorilib ketgan. O'sha sababli ko'p joyi shuning uchun karkas qilib 8 li armaturadan beton qo'yib chiqdik. Lekin padush yo'q ekan, mana padush qo'yilgan bo'lishi kerak edi. Juda ham katta yordam beradi. Mana bu tomon o'g'irlik qilib cho'kkan, ariq bo'lgan mana ko'cha tomondan. Shuni hisobiga yorilgan. Mana yorug'lar hamma joyga bor deyarli. Hovli tomonimizga ham yorug' bor. Quyib bo'ldik 100% mana. Bir 3 tonna yaqin sement ishlatdik. Qum chag'irlarimiz bor. Mana bu ikkita xonamizni teshga qilamiz. 35-40 ming atrofida tagini tekislab qilib beramiz. Shu zax chiqmasligi uchun klyonka qo'yib. Nasib bo'lsa ishimizni tugatib oldik. Keyingi jarayonlarda ko'rsatib boraveramiz hammasini. Nasib bo'lsa juda ham baland bo'lgan. Mana bu yerimiz podval qilib kovlanyapti. Ukamiz kovlayaptilar buni ham. Keyin shkaturkalarni urib, devorlarni zinalar qilib, bu yoqqa tushadigan qilib, yonboshlarni stashka qilib, chotka qilib beramiz buni. Mana kavlanyapti hozir. Mana bu yerdan zina bilan zinani oldidan eshik qo'yilgan, pastki qismidan chuqur qilib pastga tushib ketdilar. Mana quyib bo'ldik nasib bo'lsa mana hozir. Usta Tohir YouTube kanaliga ham obuna bo'lib qo'yinglar, Hunamat TVga, Instagramga ham chiqadi. Bemalol. Nasib bo'lsa yangi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Hammaga rahmat. 50 metr 30 ga 50 qilib 60 ming so'mdan metrajga qo'yib berdik. Karkasli bo'lgan, ichi to'liq armatura bo'lgan. O'sha oldingi videolarimizdan ko'rsatib o'tganmiz. Bugun 21-aprel 2025-yil tugatib oldik. Bizni kuzatib boring. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Topganlaringizga Alloh baraka bersin. Shogird bos gaziga. Apalavkalarni berib yuboramiz mana. Ishimiz tugadi. Endi stashka qilamiz. Kelinglar hasharga. Ustalar like bosing. Mana apalavkani jo'natib yubordik. Ushbu zakaz Qashqadaryo Kasb tumani Yangi Do'stlik mahallasida joylashgan. MD patolog Aboy stashka shkaturka shu Qashqadaryo bo'yicha murojaat qilaverasizlar. MD patolog Aboy faqat Buxoro, Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo bo'yicha zakaz olamiz. Usta Tohir va Hunamat TV YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat barchaga, sog' bo'linglar.